Navoiy shahridagi yoshlar markazida Karmana tumani yoshlar ishlari bo'limi boshlig'i va mahalla yetakchilarining ochiq muloqoti tashkil etildi. Hozir shu haqda. Mahallalardagi yoshlar yetakchilari bugun haqiqatdan ham o'z hududidagi tengdoshlarining sardoriga aylangan. Ular kam ta'minlangan muammoli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, san'at va sport yo'nalishida iste'dodli yigit-qizlarning qobiliyatini ro'yobga chiqarish va rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Karmana tumanidagi mavjud 43 ta mahallaning yoshlar yetakchilari va bo'lim boshlig'i o'rtasidagi muloqotda yutuqlar e'tirof etildi, muammolar oshkora aytildi. 2024-yil natijasiga ko'ra tumandagi 2 nafar yetakchi respublika mahalla yetakchilari reytingini baholovchi top 100 talikdan o'rin oldi. Albatta mamlakat bo'yicha 10 mingdan ziyod mahalla yetakchilari faoliyat ko'rsatishni inobatga olsak, bir tumandan 2 nafar yetakchi o'z faoliyat samaradorligi bilan top 100 talikka kiritilgani e'tirofga loyiq albatta. Top 100 talik bu butun respublikadagi barcha mahallalar yetakchilari orasidan tanlab olinadigan eng zo'r 100 ta yetakchi sanaladi. To'g'risi, har bitta yoshlar yetakchisi ushbu top 100 talikka kirishi sazovor bo'lishini men ham chin dildan xohlayman. Chunki qilinayotgan ishlarni ko'rsatib bilish, amalga oshirilayotgan ishlarni kelajakda qanday natija berayotganini ko'rsatish bu aynan top 100 talikka kirishga birlamchi omillardan biri sanaladi. Men ushbu top 100 talikka kirishim uchun avvalambor mahallamdagi 0-30 yoshdagi yoshlar balansini shakllantirib oldim. Undan keyin 16-30 yoshdagi yoshlar balansini alohida shakllantirib oldim va ularning qiziqishlari, iqtidorlari, qanaqa yo'nalishlarga yo'naltirib bilishimni orqali ularni qatlov qilib oldim. Ishsiz yoshlarning bandlik dasturini tahlab chiqdik. Bilamiz, hozirgi kunda respublikamizda juda ham ko'plab yoshlar migratsiyada yuribdi. Shu jumladan meni mahallamda ham migratsiyaga ketgan yoshlar bor. Ularga respublikamizda olib borilayotgan prezidentimizning siyosatlarini tushuntirib, yaratilayotgan imkoniyatlarni aytganimizdan keyin ular bu yerda bo'layotgan islohotlarga qiziqish bildiryapti. Yana bir ahamiyatli jihati, mahalla yetakchilari bugun bilib-bilmay yo'ldan adashgan tengdoshlarining to'g'ri yo'lga qaytishiga ham sababchi bo'lmoqda. 2022-yildan buyon ko'p nafar yoshlarga yoshlar daftari orqali ko'p amaliy yordamlarni berdim. Shu jumladan 20 nafar yoshlarimizni shu kunga qadar oliy ta'lim kontrakt to'lovlari, 5 nafar yoshlarimizga davolanish xarajatlari, safarbarlik chaqiruvlar va haydovchilik guvohnomalarini olish bo'yicha bir qator yordamlar amalga oshirib o'tganman. 5 tashabbus olimpiadasida ommaviy sportni oshirish bo'yicha yoshlarimiz orasida mahallada bir qator to'garaklar tashkil etilib, bu to'garaklardan asosiy maqsad 5 tashabbus olimpiadasida mahallamizni, viloyatimizni sharafini oqlash maqsadida to'garaklar jalbga etilib, 5 tashabbus olimpiadasida ishtirok etishga kerakli mashg'ulotlarni olib borish nazarda tutilgan. Jarayonda 5 tashabbus olimpiadasi va yosh kitobxon bellashuvlari ishtirokchilari safini kengaytirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha yangi loyihalarni yo'lga qo'yish borasida o'zaro kelishib olindi.